Xabaringiz bor do'stlar, global strategik ishlangan, o'zimni umuman inqilobiy davrga olib kiradigan bir yangi loyihaga start berdim do'stlar. Ushbu strategiyalik loyihaga bosh qo'shishingizni, faol kuzatishingizni, faol qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Bu fondlar, ko'ngilli insonlar, deylik, jamoat arboblari, jamoat faollari deymizmi, barchani mana shu loyihaga bosh qo'shishda umuman iltimos qilardim va taklif qilardim do'stlar. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi do'stlar, loyiha juda keng qamrovli bo'ladi do'stlar. Vaqtimiz chegaralangan, qisqa lo'nda qilib tushuntiraman. Loyihaning asosiy maqsadi individual tarzda muammoga uchragan oilalarga kirib borish. U siz bo'lishingiz ham mumkin do'stlar. Shu sababli faol qo'llab-quvvatlashda davom eting do'stlar. Asosan maqsad shuki, albatta har bitta inson turli xil deylik ijtimoiy hayotda turli xil muammolarga uchraydi. Kimgadir uy kerak, kimgadir deylik ish kerak, kimgadir deylik sog'lik salomatligida muammo bor va moliyaviy tomonlama qiyinchilikka uchragan. Mana shu deylik muammolarni umumiy atroflicha o'rganib chiqib, yillar davomida tajriba qilib, tajriba sinov tariqasida mana shu loyihaga start berdim do'stlar. Albatta mana shu loyihada faol sizni qatnashishingiz, sizni kichik bo'lsa ham yordamingizga muhtojman do'stlar. Sababi ushbu loyiha va mana shunga o'xshash loyihalarni umuman deylik amaliyotga deylik targ'ib bo'lishi, amaliyotga deylik joriy etilishi oson bo'lmaydi do'stlar. Har bitta insonni o'ziga yarasha deylik harakati, har bitta insonni o'ziga yarasha e'tibori orqali mana shunday loyihalar umuman deylik dunyoda o'zini namoyon bo'ladi, dunyoga o'zini ko'rsatadi do'stlar. Shu sababli do'stlar faol qatnashing. Mana shu deylik ijtimoiy loyihamizda sizni ham e'tiboringiz juda katta muhim. Albatta qo'llab-quvvatlaydigan insonlar qo'llab-quvvatlasin. Sababi loyiham juda ko'p insonlarni bir turmush tarzini o'nglaydi degan umiddaman va bunga 100% ishonaman do'stlar. Sababi strategiyamiz 100%lik aniqlik bilan ishlangan do'stlar. Har bitta oilaning muammolarini strategik jihatdan yechimlar topib, mana shu oilani mana shu muammolardan xalos qiladi. Umuman har tomonlama o'ylangan puxta reja do'stlar. Ushbu rejani amalga oshirishda sizni qo'llab-quvvatlashingizga muhtojman do'stlar. Kuzatishda davom eting do'stlar va loyihani asosiy deylik rag'batlantirish uchun, loyihani deylik qo'llab-quvvatlash uchun kartamni biriktirib qo'yaman do'stlar. Xabaringiz bor do'stlar, global strategik ishlangan, o'zimni umuman inqilobiy davrga olib kiradigan bir yangi loyihaga start berdim do'stlar. Ushbu strategiyalik loyihaga bosh qo'shishingizni, faol kuzatishingizni, faol qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Bu fondlar, ko'ngilli insonlar, deylik, jamoat arboblari, jamoat faollari deymizmi, barchani mana shu loyihaga bosh qo'shishda umuman iltimos qilardim va taklif qilardim do'stlar. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi do'stlar, loyiha juda keng qamrovli bo'ladi do'stlar. Vaqtimiz chegaralangan, qisqa lo'nda qilib tushuntiraman. Loyihaning asosiy maqsadi individual tarzda muammoga uchragan oilalarga kirib borish. U siz bo'lishingiz ham mumkin do'stlar. Shu sababli faol qo'llab-quvvatlashda davom eting do'stlar. Asosan maqsad shuki, albatta har